2026 Chevrolet Silverado yangi avlod pikaplari orasida kuch, texnologiya va ishonchlilikni birlashtirgan model sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu avtomobil Chevrolet tomoshabinlari uchun maxsus tayyorlangan bo'lib, kundalik foydalanishdan tortib og'ir yuk tashishgacha bo'lgan ehtiyojlarni qondirishga mo'ljallangan. Silverado dizayni yanada agressiv va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, keng panjara, LED chiroqlar va aerodinamik kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Old va orqa qismlarida mustahkamlikni bildiruvchi elementlar ishlatilgan bo'lib, yo'ldan tashqari sharoitlarda ham ishonch beradi. Salon ichki qismi yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan, haydovchi va yo'lovchilar uchun keng joy taqdim etadi. Raqamli asboblar paneli va katta sensorli ekran boshqaruvni osonlashtiradi. Multimedia tizimi esa Apple CarPlay va Android Auto bilan to'liq mos keladi. Dvigatel variantlari orasida kuchli V8, tejamkor turbo dvigatellar va ehtimol gibrid texnologiyalar mavjud bo'lishi kutilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga o'z ehtiyojiga mos tanlov qilish imkonini beradi. Yoqilg'i samaradorligi avvalgi modellarga nisbatan yaxshilangan bo'lib, uzoq masofali safarlar uchun qulaylik yaratadi. Tortish quvvati yuqori darajada saqlanib, katta tirkamalarni ham bemalol torta oladi. Xavfsizlik tizimlari zamonaviy bo'lib, avtomatik favqulodda tormozlash, kor nuqtani aniqlash, yo'lni ushlab turish yordamchisi kabi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Bu funksiyalar haydovchining ishonchini oshiradi va yo'ldagi xavfsizlikni ta'minlaydi. Silverado 2026 off-road ixlosmandlari uchun maxsus paketlarga ega bo'lib, balandroq clearance, mustahkam osma va maxsus shinalar bilan taqdim etiladi. Bu esa togli va notekis hududlarda ham a'lo darajada harakatlanishni ta'minlaydi. Ichki qulayliklar orasida isitiladigan va sovutiladigan o'rindiqlar, premium audio tizim va keng saqlash joylari mavjud. Orqa o'rindiqlar ham uzun safarlar uchun qulay qilib yaratilgan. Yukxona qismi funksional bo'lib, elektr boshqar.